Sizni haqorat qilib so'kkan insondan 1 milliard so'm undirib olsangiz bo'ladi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Hozir tushuntiraman. Aka, meni bittasi ko'chada ruschalab so'kib haqorat qildi. Buning uchun javobgarlik bormi? Sizni ruschalab so'kishadimi, ingliz tilida yoki o'zbekchalab so'kishadimi? Buning uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha jarima. Agarda sizni Instagramda, Telegramda, YouTube'da yoki shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlarda so'kadigan bo'lsa, unga Jinoyat kodeksining 140-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan 400 baravarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu ikkita holatda ham jarima davlatga to'lanadi. Siz jinoyat sudining qarorini olib, fuqarolik sudiga ma'naviy zarar undirishga beradigan bo'lsangiz, u holatda sizga ma'naviy zarar undirib berishlari mumkin. Ma'naviy zararning aniq miqdori hech qayerda belgilanmagan. Huquqlaringizni biling va uni talab qiling. Bunda sizga yurist Azamatjonov yordam beradi. Bu videoni yaqinlarga yuborib qo'yishni ham unutmang.